Cambridge Learning Center. Impossible is possible. Bác yêu quý lại đây. Bu juda ham qo'rqinchli. Thăm chúng ta, bác sẽ thấy chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng bất kể vật gì mà chiến tranh Bugun cần dùng. qudratli Amerika Qo'shma Shtatlarini aql bilan yutgan yagona davlatga sayohat qilamiz. Buni ichida tug'ilish arafasidagi ordeni pishirilgani. Krokodillarni terisidan sumkalar va har xil boshqa kiyimlarni tikishadi. Hello Vietnam! Va shahar dinamikasi juda ham kuchli. Subyektivchilar, biz Vietnamdamiz va bugungi ko'rsatuvimizda sizga bu davlatni siz umuman bilmagan rakursdan ko'rsatib beramiz. Ushbu ko'rsatuvimiz asosiy hamkorimiz siz imkonsiz bo'lardi. Bu O'zbekiston bozorida 2018-yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan Prestige milliy tur operatori. Vietnamdagi sayohatimizni bekorga Prestige bilan qilmaymiz, chunki aynan Prestige hamyurtlarimiz uchun birinchi Vietnam yo'nalishini ochib, milliy aviakompaniyamiz Uzbekistan Airways bilan hamkorlikda bu davlatga charter reyslarni yo'lga qo'yishgan. Hozirda reyslar bizda turgan Phuket oroliga qo'yilgan, lekin yaqin kelajakda siz Vietnamning boshqa bir chiroyli kurorti Nha Trang shahriga charter reyslar orqali uchib kelishingiz mumkin bo'ladi. Prestige eng kuchli tarafi har yili yangidan-yangi yo'nalishlarni ochib berishadi. 2020-yil Sharm el-Sheikh, Misr, 2021-yil Hurgada, 2022-yil Nha Trang, Vietnam va 2023-yil Montenegro. Ha do'stlar, Chernogoriyaga o'zbekistonlik sayyohlar uchun 30 kunlik vizasiz bo'lishi ham aynan Prestige'dagi do'stlarimiz sharofati. Eng qizig'i, Prestige O'zbekiston ichki turizmini rivojlantirish uchun ham katta hissa qo'shishyapti. Misol uchun, yaqin kunlarda Vietnamlik turistlar uchun O'zbekiston prezentatsiyasi bo'lib o'tadi. Ajab emas, yaqin kunlarda Buxoro, Samarqand va Xiva ko'chalarida Vietnamlik turistlar paydo bo'lib qolishsa. 2024-yilda bo'lsa, bizani yana bitta yangi yo'nalish kutib turibdi va bu keling bunisini aytmay qolaman. Undan ko'ra video ostidagi havola orqali Prestige ijtimoiy sahifalariga obuna bo'ling va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. Vietnam bu borish haqida hech qachon o'ylamagan, lekin borib o'z ko'zlarim bilan ko'rganimdan keyin meni haqiqatdan hayron qoldirib, miyamda yangi neyronlar paydo bo'lishiga sabab bo'lgan davlat. Aksariyat hamyurtlarimizda Vietnam haqida deyarli hech qanaqa tasavvur yo'q. Borlarda ham bu o'lka faqat betakror plyaj va dam olish rezortlari bilan assotsiatsiya uyg'otadi. Lekin bugun sizga bu davlatda haqiqiy koloritini ko'rsatamiz. Bangladesh ko'chalaridan qolishmaydigan Xoshiminda motobike haydaymiz. Bozor cho'pilar bilan savdolashib, brend mahsulotlarni suv tekinga olamiz. Timsohlarga ovqat beramiz. Mushuk go'shti, it go'shti, qurt qumursqili va yana bir nimalar pishiradigan street foodlarga boramiz. Dahshatli Vietnam urushida Amerikani yutishga yordam bergan Kuchi tunnellarga kiramiz. Unda ishlatilgan tuzoqlarni ko'rib miyamiz portlab ketadi. Attraksionlarda uchamiz. Eng Instagram bob joylarga boramiz. Xullas, bugun Vietnamni o'zimiz uchun kashf etamiz. Sayohatimizni bo'lsa Xoshimin, aka Saygon shahridan boshlaymiz. Mana shu yerda qisqacha tushuntirish. Odatda MDH davlatlaridan keladigan sayohatchilar Phuket oroli yoki Nha Trang kurort shaharchasiga borib dam olishadi. Agar siz shunchaki passiv dam olib, quyosh, plyaj, to'lqinlardan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu albatta juda to'g'ri tanlov. Lekin agar siz haqiqiy Vietnamni ko'rishga niyat qilgan bo'lsangiz, Xoshiminga kelishingiz shart.
Lekin Vietnam haqida uni tarixidagi eng dahshatli urushni eslamasdan turib gap boshlash noto'g'ri bo'ladi. Shu sababli Xoshimingga yetib borishimiz bilan birinchi yo'l olgan manzilimiz bu Kuchi tunnellari bo'ldi. Amerika armiyasi eng qudratli, eng zo'r qurollangan armiya sifatida tilga olinadi. Lekin mana nima ularni dahshatga solgan, mana nima ularni titratgan. Bir qarashda buni shunchaki o'radi deb o'ylashingiz mumkin, lekin yo'q. Yer ostida uzunligi 250 kilometrdan oshiq bo'lgan tunnellar tizimi bor. Vyetnamliklar AQShga qarshi partizancha urush strategiyasini qo'llashgan. Ya'ni Amerika armiyasi askarlar soni, qurol aslahalar zamonaviyligi va o'z umuman harbiy resurslar jihatdan ancha ustun bo'lgani sababli Vyetnam armiyasi ochiq to'qnashuvlardan qochish maqsadida yer osti tunnellar tizimidan foydalangan. Tasavvur qilishingiz uchun, mana oddiy qurollarni Vyetnamliklar ishlatgan, mana ma'mularni Amerikaliklar ishlatgan. Farqi qanaqa kattaligini ko'ryapsizlarmi? Aynan shuning uchun Vyetnamliklar partizancha urushishga majbur bo'lishgan. Chunki tasavvur qilinglar, mana оружие bilan, mana avtomaticheskiy оружияni ro'parasiga chiqish bu o'lim bilan barobar bo'lgan. Mana solishtiraylik, mana Amerika fanaqalari, qurollari mana bundan boshlab, mana bu 3 tasi Vyetnamliklar ishlatgan. Qanaqa oddiy primitivligini ko'ryapsizlarmi buni? Urush tafsilotlariga chuqurroq kirishimizdan oldin bu urush o'zi nima sababdan boshlangani va nimaga o'zi Amerika bu urushga aralashganini maksimal darajada sodda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. 1955-yil, Ikkinchi jahon urushidan keyingi Amerika va Sovet ittifoqi o'rtasidagi sovuq urush davri. Sovet ittifoqi AQSh o'ylab topgan NATOning kengayishiga qarshi, Amerika bo'lsa SSR propaganda qiladigan kommunizm dunyo bo'ylab o'latdek tarqalib ketishidan xavotirda. Aynan o'sha davrda Shimoliy va Janubiyga bo'lingan Vyetnamda fuqaro urushi boshlanadi. Shimoliy Vyetnam butun Vyetnamni birlashtirib kommunistik davlat tuzish tarafdori, Janubiy Vyetnam bo'lsa anti-kommunistlardan iborat. Albatta bunda Shimoliy Vyetnamning eng asosiy ittifoqchilari SSR va Xitoy bo'lgan. Amerika bo'lsa domino effektidan qo'rqqan. Ya'ni butun Vyetnam kommunistik davlatga aylansa, kommunizm barcha Osiyo davlatlariga tarqalib ketishiga ishongan. Aynan shu sababli bu urushga aralashishga qaror qilgan. Ya'ni bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Vyetnam urushi ham aslida Rossiya va Amerika o'rtasidagi ziddiyat. Klassika. O'rtoqlar, mana bu o'sha Kuchi tunnellarini modeli qilingan, e'tibor beringlar. Bu yerda bitta qavat emas, bir nechta qavat va bu yerda har bitta joyi o'zini vazifasi bor. E'tibor beringlar. Mana misol uchun mana bu yotoqxona bo'lsa, mana bu oshxona. Mana nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? Mana nechidir etapda qilingan-ku. Mana misol uchun bu yerda ovqat tayyorlashayotganda buni tutuni chiqib tunnel qattaligini bildirib qo'ymaslik uchun mana bunaqa atsekli qilishgan, botlarni nam qilib qo'yishgan, чтобы botdan o'tayotgan tutun namdan o'tib tutun deyarli tashqariga chiqmasligi uchun. Chiqsa ham uzoqdan chiqadi. Misol uchun tunnel qattaligini ko'rsatib qo'ymaydigan darajada. Mana bu yerda strategik rejalar qiladigan alohida xona, mana bu yerda yer ostidan suv olish uchun skvajina olish uchun yana bitta alohida joy qilingan. O'rtoqlar, e'tibor beringlar. Kuchi tunnellarini o'zini ichida tuzoqlar bor. Bu tuzoqlar nimaga qilingan? Agar amerikaliklar bu tunnellarni topib kirishsa, bu mana ichidagi tuzoqqa tushishligi uchun. Buni ichidagi tuzoqlarga odatda zaharli ilonlarni solib qo'yishgan. Tushgan odam bilan endi tasavvur qilinglar nima bo'ladi. Juda ko'p tunnellar aynan mana bunaqa tugagan, ya'ni suvga chiqish yo'li bo'lgan. Bu nimaga qilingan? Agar dushman mana shu tunnellar orqali kirib tunnelni egallaydigan bo'lsa, mana shu suv orqali chiqib ketish uchun qaysidir ma'noda emergency exit deyshadi-yu, o'sha vazifani bajargan. Nimaga suvga desanglar, suvga chiqib ketganda kuchuklar insonni isini ola olmaydi suvda.
Mana bunga e'tibor bering. Amerikalik askardan qochayotgan Vyetnamlik partizan mana shu chuqurga sakrab tushadi va tunnellardan biriga kirib ketadi. Uni qaysi tarafga ketganini ko'rmagan dushman bo'lsa, ikki yo'ldan birini tanlashga majbur bo'ladi. Eng qizig'i, dushman qaysi yo'lni tanlashdan qat'iy nazar, uni dahshatli Kuchi tunnellarida juda ham yoqimsiz syurprizlar kutayotgan bo'ladi. Mana mashitda ham bitta tunnelga kiraverish bor. Faqat uni topishimiz kerak. Mana. Yo'q. Amerika armiyasi qanchalik qudratli bo'lmasin, Vyetnamliklar qurgan yer osti tunnellari ularni eng dahshatli tushiga aylanib, katta yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Shundan keyin AQSh armiyasida tunnel kalamushlari deb nomlangan maxsus otryad tuziladi. Bu otryadda asosiy vazifasi yer osti tunnellarini aniqlash, o'tkir snaryadlarni o'rnatib portlatish va muhim hujjatlarni topishdan iborat bo'lgan. Bu guruhga faqat ruhiyati mustahkam, jussasi kichkina, klaustrofobiyasi yo'q va eng jasur askarlar saralab olingan. Chunki tunnel kalamushlarining ishi Vyetnam urushidagi eng xavflisi bo'lgan. Tasavvur qiling, zulmat ichidagi tor labirint, istalgan paytda chayon, ilon, zaharli hasharot, mina yoki ayyorona qo'yilgan tuzoqqa duch kelishingiz mumkin. Kamiga bu labirint dushman uchun ikkinchi uydek bo'lishga ulgurgan. Bilasizlarmi, mana shu urush davrida Vyetnamliklar bo'yini qurol sifatida ishlatishgan. Qanaqa qilib? Amerikaliklarning aksariyati baland bo'yli, govdali bo'lsa, Vyetnamliklar past bo'yli va ozg'in bo'lishgan. Va mana shu tunnellarni quvvatganda ham Vyetnamliklar shundan foydalanishgan. E'tibor beringlar. Mana bu yerda juda ham tor bo'lgan yo'llar qilingan. Bu nimaga qilingan? Agar dushman tunnelga kirib olsa, mana bu yerda uni harakatini sekinlashtirish uchun Vyetnamliklar botlardan bemalol o'tib ketishadi, lekin Amerikaliklar botga tiqilib qolish ehtimoli bor. Kuchi tunnellari hech qachon to'g'ri chiziq bo'yicha qazilmagan. Tunnellar doim 60 yoki 120 gradusga burilgan. Bu tunnel ichida o'q otar qurollardan foydalanishi sezilarli darajada qiyinlashtirgan. Shu sababli tunnel kalamushlari o'zlari bilan faqat to'pponcha, pichoq va protivogaz olib olishgan. Yeah. 50 metr taxminan yurdik va 50 metr o'zi odamni sindirib desa ham bo'ladi. Wow. That's the real size of the tunnels? Now the 40 from the tourist side, we want 40% bigger. It's like two double-sized? Really? Okay, later I have your original. If you want to go with me, you can see original, sir. Okay. Yes. Bularni ishlar bo'yicha hozir bizni 2 barobar kichraytirilgan tunneldan yurayotganmiz. 2 barobar va 50 metr bizani sindirdi. Endi tasavvur qiling, bu tunnellarning umumiy uzunligi 250 kilometr. Let's go. Mana bu endi hozir haqiqiy razmeri mana shunaqa. Haqiqiy o'lchamlari mana shunaqa bo'lgan tunnellar va ko'ryapsizlar nima? Emeylab zo'rg'a o'tyapman. Busy. Almost here. Yes. Okay, done. Oh. It's a medical one. Okay. Yeah, legs, hands because of the cameras. Was rough. Bu tunnellarda har bitta vaziyat eng mayda detallargacha o'ylangani insonni lol qoldiradi. Mana bu menimcha eng aqlli qilingan ishlardan biri. Bu nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? Bu ventilyatsiya tizimi. Mana bu yerda e'tibor bersanglar, mana bunaqa teshiklar bor. Mana ikkita teshik, 3 ta, 4 ta va mana shunaqa teshiklar juda ham ko'p. Va bu teshiklar ventilyatsiya vazifasini bajaradi. Endi bu yerda qiziqarli joyi bor. Amerikaliklar kuchuklar orqali mana shu tunnellarni aynan ventilyatsiya orqali topishgan. Amerikaliklarni aldash uchun Vyetnamliklar Amerikaliklarning formasini o'g'irlab ventilyatsiyaga qo'yib qo'yishgan va kuchuklar hidlarni adashtirib yuborishgan.
Bu shunchaki genius. Albatta, ventilyatsiya tizimi bunaqa ochiq joyda bo'lmagan. Bunisini shunchaki turistlarga yaqqol ko'rinishi uchun atrofini ochib qo'yishgan. Odatda ventilyatsiya umuman shuq uyg'otmaydigan o't-o'lan, daraxt va butalar orasida joylashtirilgan. Miya qanaqa ishlash kerakki, mana bu narsani o'ylab topish uchun. Bir qarashda bular oddiy tapchika, lekin bittasi rostdan ham oddiy tapchika, lekin bittasi noodatiy tapchika. Gap shundaki, dushmanni adashtirish uchun ular mana bu narsani o'ylab topish kerak. Mana misol uchun e'tibor bering. Bu oddiy tapchika. Bu mana bundoq kiyiladi, X tarafi bu yerda. To'g'rimi? Ya'ni bunda yurganingizda izingiz to'g'ri qoladi. Lekin endi mana bunga e'tibor bering. Bu ham vроде бы normal tapchikaga o'xshaydi, lekin nimaga X pastda bu yerda oyoq sig'maydi-ku? Lekin bu mana bunaqa kiyiladi, ya'ni teskarimacha kiyiladi va bunda yurilganda iz teskariga qoladi va bu dushmanni adashtirish uchun o'ylab topilgan. Va bular bu tapchikalarning hammasi oddiy shinadan, mana e'tibor beringlar, izi ham qolgan, oddiy shinadan, ya'ni qoldiq materialdan tayyorlanadi. Vyetnamliklar qopqonlar yasashda bambukdan keng foydalanishgan. Chunki birinchidan u tekin resurs va butun Vyetnam bo'ylab o'sadi. Ayniqsa janglar faol kechgan o'rmon va qishloqlar atrofidan uni topish juda oson. Ikkinchidan u bardoshli, lekin shunga qaramasdan ishlov berish juda ham oson bo'lgan material. Vyetkongliklar bambuk boshoqlarini o'tkirlashtirib, unga zahar, najosat yoki ifloslangan suv bilan ishlov berishgan va qopqonlarda ishlatishgan. Qopqonga tushgan askar qattiq yaralanmagan taqdirda ham uni qoniga tushgan infeksiya asta-sekin o'ldirgan. To'g'risi, Vyetnamliklar o'ylab topgan bu tuzoqlarni ko'rib odam seskanib ketadi. O'rtoqlar, mana tuzoq juda ham dahshatli tuzoqlardan biri. Bu mana bu yoqqa qo'yiladi va askarning oyog'i o'sha yoqqa tushganda, ya'ni dushmanning oyog'i o'sha yoqqa tushganda, mana tegi ignaga oyog'i kiradi. Lekin oyog'ini chiqarmoqchi bo'lganda, soni atrofidagi ignalarga kiradi. Shunchaki dahshat. Mana bu har bitta xonadonda bo'lgan tuzoq. Ya'ni uyi eshigini ochilishiga mana shu tuzoq qo'yib qo'yiladi. Vyetnamliklarning o'zi biladi qanaqa kirib chiqishi, o'shaning uchun ular bu tuzoqqa tushmaydi. Lekin bilmagan odam kirganda shundoq kelib uriladi. Eng qizig'i, mana bu yerda bu tuzoq ikkiga bo'lingan. Chunki agar bundoq kelayotganda odam reaksiyasi bilan mana buni ushlab qolsa bu yerdan, tegidagi ikkinchi qismi kelib baribir sanchiladi. Bilmadim qanaqa miya bo'lish kerak bunaqa narsalarni o'ylab topish uchun. Qanaqa qilib Vyetnamliklar bu darajada aqlli tuzoqlarni o'ylab topgan desangiz, Vyetnamliklar o'zi aslida azaldan tabiatan mana shunaqa junglilarda, tog'larda katta bo'lishgan. Har xil hayvonlarni ovlab, ularda ov qilish instinkti juda ham yuqori. Shuning uchun bunaqa tuzoqlarni o'ylab topish ularga menimcha katta muammolar tug'dirishmagan. Bu urushda Vyetnamliklar tom ma'noda hech nimani uvol qilishmagan. Hattoki portlamay qolgan snaryadlarni topib kelib, ulardan qo'l bola minalar yasashgan. B-52 bombasi tushgan krater. Mana shunaqa chuqur paydo bo'lgan va bilasizlarmi? Vyetnam bo'yicha bunaqa kraterlar juda ham ko'p va vyetnamliklar mana shu bomba tushgan kraterdan ham foydalanishgan, ishonasizlarmi? Ya'ni qanaqa qilib? Vyetnamda yog'ingarchilik juda ham kuchli. Ayniqsa yoz faslida va shunaqa yomg'ir yog'gan paytda ortiqcha yerni qazib o'tirmaslik uchun mana shunaqa bomba tushgan kraterlarda ko'lmak hosil bo'ladi va u ko'lmakda ular krevetka, balularni yetishtirishadi. Ya'ni krevetka, balu va o'rdak hattoki. Vyetnam dunyo tarixidagi eng ko'p bombardimon qilingan davlatlardan biri. Urush paytida Amerika Vyetnam hududiga 5 million tonnadan ortiq bomba tashagan. Tasavvur qilishingiz uchun bu butun Ikkinchi jahon urushi davrida AQSh havo kuchlari tomonidan tashalgan bombalardan 2 baravar ko'p. Vyetnamliklar hattoki bombadan qolgan izlardan ham samarali foydalanish usullarini topishgani, bu xalq qanchalik og'ir sharoitlarga tez moslashishi va kuchli intellekt egalari ekanligini ko'rsatadi. O'rtoqlar, mana manioka degan o'simlikni ildizi va partizanlar orasida, vyetnamlik partizanlar orasida bu juda ham mashhur bo'lgan, chunki bu eng dostupniy, ya'ni olishga qulay bo'lgan, eng erishish oson bo'lgan taom bo'lgan. Buni odatda tuz bilan yeyishgan. Mana hozir biz yeb ko'ramiz. Men hali yeb ko'rmadim, mazasiga baho beramiz. Bismillah.
Hozir. Kartoshkani kraxmali 2-3 barobar ko'proq varianti, ya'ni tishlaga ozgina yopishadi. Mazasi eng ta'riflash oson bo'lgan maza bu, eng yaqin maza bo'lgan bu kartoshka menimcha. Yumshoq. Endi tushunish mumkin, ya'ni hozirgi zamonda menimcha bilmadim, agar buni mazasiga o'rganib qolganlar bo'lmasa, agar yeyishmasa kerak-ku. Lekin u paytda tasavvur qilinglar, deyarli hech nima bo'lmagan. Junglining o'rtasi faqat bo'lsa ilonlar bor, chayonlar bor va mayoka bor. Menimcha mayoka bu yerda yaxshi variant chayonga nisbatan. Mana bunaqa tibbiy punktlarda askarlarning farzandlari dunyoga kelishgan. Vyetnam urushida ayollar ham qatnashgan. Ya'ni mana shunaqa tibbiy punktlarda ishlashgan, qurol aslahalarni tayyorlash punktlarida ishlashgan, ya'ni ayollar faol qatnashgan. Busiz iloji bo'lmagan. Chunki urush juda ham katta masshtabda yuz bergan.